5 yildan buyon shaxsiy reabilitatsiya seminarimga nevroreabilitolog Sardor Mansurovni spiker mehmon sifatida taklif qilib kelardim shu kunga qadar. 2026-yildan esa shaxsiy reabilitatsiya kursimga endi LFK darsligini juda chuqur darajada kuchli tizimga kiritdim. Qani ketdik ko'ramiz. Yo'lda dars ketyapti. Lekin yurish davrigacha normal holatga kelib ketadi. Agar bola normal holatda shakllanmayaptimi, bu narsani tuzatish kerak. Ya'ni bosishda o'tirishda holatida tuzatish kerak. Ana o'shanda holatda yana ko'p narsa holatida kiravishga bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, aynan LFK darsimizda bizda DTP bolalarda motorniy ontogenez bo'yicha qanday ishlash, gemoparez, ginekologiya, tetraparez har xil turlarini o'zlari tushuntirib chuqur mavzu qilib beradi. Massaj akademiyasining reabilitatsiya kursida LFK spetsialist Sardor Mansurov tomonidan bizga nimalar beriladi? Nevroreabilitatsiya bo'yicha professional yondashuv bolani nol holatidan yurish davrigacha bo'lgan bosqich programma asosida ishlash. Ya'ni yurishida, turishida, o'tirishida nuqsoni bo'lgan bolalarni yurish davrigacha bo'lgan bosqichlarni hammasini, barchasini mukammal va professional darajada o'rgatamiz. Hammanglarni kutib qolamiz. Demak, bilish mumkinki, massaj akademiyasining bilimlari zo'r!